catch me, what's gonna happen? Oh shit, I'm f***ed up. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, qadrdonlar. Ushbu navesimiz go'zalligiga bitta e'tibor berasizlar. O'zgacha fasondagi navesimiz juda ham chiroyli chiqdi. Ushbu navesimizni Namangan viloyati Kosonsoy tumaniga o'rnatib berganmiz. Akamiz Amerikadan turib zakaz berganlar. Shuni hisobga olib qo'yasizlar. Amerikalik akalar bemalol zakaz qilaylik, mana shu ag'asiroq naveslar qilib beramiz inshaalloh. Ushbu navesimizni dabalchini listlari bilan tepasida pataloylariga listlar qilib berganmiz. Qadrdonlar ko'ringlar, listlarini naluchniga sepib, qolgan yog'larini mebelniy qilib, chiroyli qilib sepib berganmiz. Juda ham chiroyli chiqdi. Akalarimiz mamnun. Xudo xolasa inshaalloh juda ham chiroyli qilib berdik. Kimga shunaqa chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zimiz Farg'ona viloyati, Farg'ona shahardanmiz. O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.